Bu vizifim Devona Mali okaga. Oka, svarka apparatlarda bitta-ikkita savollar bor-da. Ozgina harflarni to'g'rilab olish kerak buni. Javob bera olasizmi? Undan sekin boshladim, biroq. Oka, bizda plazmli rezka apparatlarimiz bor-da. Bu qanaqa o'qiladi, oka? Kat bo'ladimi, kut bo'ladimi, sut bo'ladimi? Ozgina уточнить qilib olaylik shuni, biroq nima dedingiz? Takoy argonli apparatlar sotamiz-da. T200 P bo'ladimi, P bo'ladimi? Ozgina уточнить qilish kerak, biroq. S bo'ladimi, S bo'ladimi, C bo'ladimi? Qanaqa o'qilsa to'g'ri bo'ladi? PFS bo'ladimi, PFC bo'ladimi, PFK bo'ladimi? Qaysi biri to'g'ri, biroq? Bizga mashina уточнить qilib bering. Svarkachilar qiynalib ketyapti. Kimdir keladi kut deydi, kimdir keladi sut deydi. Qaysi biri to'g'ri? Oka, nima deydi? To'g'ring shuni, biroq. Yordam qiling, svarkachilarga duo qilib qo'y. Qo'l avtomatlarimizda mana bunaqa WF yozilgan. VF bo'ladimi, WF aytiladimi, biroq? Qaysi biri to'g'ri o'zi? Biz elektrosvarkalarni va ham tiniqlarni sotamiz-da, biroq. Mana bunaqa ark yozilgan. Ark bo'ladimi, ars bo'ladimi? Qaysi biri to'g'ri, biroq? Zo'r lekin Devona Mali aka. Zo'r videolar qo'yasiz, oka. Zo'r apparatlarni ham zo'r reklama qilsa bo'ladi. Mana misol uchun Jassik. Zo'r lekin oka, o'rnanib ketdi o'zim sizdan, biroq. Va ham lekin kontentlarni norosiz, oka. Akmal Mirzo aka chiqib turib, lekin siz haqiqatda juda ham zo'r gaplar gapirdilar. O'rnanib ketdi Akmal Mirzo aka bilan. Qo'ylatyapsizlar, lekin trendga chiqyapsizlar. Zo'r lekin zo'r. Keling, kofemiz bor, choyimiz bor, suvlarimiz bor. Xohlagancha apparatlar ham bor, oka, uyga ham olib qo'yasiz. Dastim o'zim sizga padarka boraman, birat. O'zingiz ehtiyot qiling.